Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, turibmisizlar? Sizlar bilan Nodibek bolalar. Bugun videomizda sizlar bilan biz akkauntni top 100 ga olib chiqishni va akkauntni qanday kuchaytirishni o'rganib o'tamiz. Videoni boshlashdan videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videoni boshladik. Jigarlar, mana ko'pchilar ssenariy bo'lmaydi. Ispaniya bilan Avstriya degani. O'shani biz yengib olamiz. Mana ko'rib tursangiz, agar 3 ta gol ursanglar, mana shu o'yinda qaranglar, mana 120 tanganing yonboshi o'ng tarafida VNB 3 deb turibdilar. O'sha bilan 3-0 ga yengsang Ispaniya, 3-0 ga Avstriyani yengsa deyapti. 125 tanga beradi deyapti. Mabodo 4-0 yo 1-0 bo'lib qolsa ham, 4-0 bo'lib qolsa ham, 2-0 bo'lib qolsa ham hisobga olinmaydi jigarlar, ko'rib turibsizlar. 3 ta urishinglar kerak. Keyin undan boshqasi, agar shu so'z joyiga win deb chiqib tursa, 10-0 ga yengsanglar ham 125 ta necha tanga bo'lsa beradi jigarlar. Hozir biz buni o'ynab o'tirmaymiz. Bizda 54 ta olmos bor ekan jigarlar. Mana akkauntni kuchaytirish bilan transfer bo'limiga kirsanglar, mana tarkiblarni yonboshi transfer degan bo'lim bor, o'shanga kirsanglar, mana bu ko'k reytingli bo'lib turadi. Bizga mana bunaqa Rafaelga o'xshagan sariqli karta futbolchi chiqadi jigarlar. Sizlardan bu yoqda ko'k futbolchi joyiga sizlar boshida 4 ta 5 ta ko'k futbolchi olganingizdan keyin o'shanaqa futbolchi chiqib boshlaydi jigarlar. Akkauntni noldan ko'tarish bo'lsa, keyin ko'plar mendan tangani qanday tez yig'sa bo'ladi deb so'rayotgan payt, mana stadion bor jigarlar. Mana stadion ko'ryapsizlar. Hozir menda ozgina kuchaytirib qo'yganman. Mana bu stadionni mana bunaqa qilishimiz kerak jigarlar, rost ko'rsataman. Rost ko'rsataman. Yo'q, o'xshamadi-ku, bu bir xil chiqmadi. Hozir bir xil bo'ldimi endi? Mana bu yog'ini ham 6000 tanga ketadi. Mana endi 9000 tanga. Mana bu tarafini ham kuchaytiramiz. Mana aka. Jigarlar, ko'ryapsizlar qanaqa tanga ko'p ketadi? 11000 tanga. Oho. Mana endi mana bunaqa qilinglar. 13000 tanga, yaxshi. Qanday bo'ldi? Boshi ham to'g'ri tushdi. 16000 tanga jigarlar, ko'ryapsizlar. Mana jigarlar 18600 tanga yig'asizlar jigarlar. Yig'ganingizdan keyin mana shuni 100 ta qilsanglar, har bitta o'yinga jigarlar sizlarga 250 ta, даже 300 taga yaqin tanga beradi-da jigarlar, ko'ryapsizlar. Stadion qanaqa chiroyli bo'lib turadi stadioningizda jigarlar. Bundan chiqasizlar, keyin bir xil o'yinlarda mana bunaqa bo'lib qolishi mumkin. Qaranglar, mana o'rtada Dilis Akademiya bo'lib turibdi jigarlar, ko'ryapsizlar. Pastda PlayStation semifinal deb turibdi. Shunaqa o'yinlarni jigarlar o'tkazib bormaysizlar. Qaranglar, mana mening tarkibim ko'ryapsizlar-ku, qaysi taraf turibdi. Sizlar kim tarkiblarning chap tarafda tursa, nima u degani? Nima desam bo'ladi? Akkauntlarni ko'proq tanga beradi, o'zingizlar stadioningizda bo'ladi. Masalan, boyna stadionni full qilsanglar, 8000 tangaga, 9000 tanga full qilsanglar, sizlarga ana shu 250-300 taga yaqin tanga beradi. Agar bu tarafida bo'lib qolsanglar, arzonroq tanga 140 ta, 100 ta shunaqa tanga berib qoladi. Keyin sizlar mana bu yerda mana chempionat bor jigarlar. Hozir men boyna o'ynavdim, internet chiqarib yubordim. Mana chempionat bor, mana endi Marokash chiqib qoldi. Shuni yutsanglar, mana masalan bu o'yinda 9 ta yutsanglar kerak, 3 ta jon beradi, mana 2 ta bor. Bu o'yinda baribir yuta olmayman, chunki tarkib bo'z. Fransiyani olmasam baribir yutib bo'lmaydi buni. O'shaning uchun bu tarkibni hozir
almashtirib qaytadan chempionat ochaman. 3 marta ochishi mumkin chempionatni. 3 ta jon beradi. Qaranglar mana. Bittasi ketdan, ikkitani ichida mana shu 9 ta o'yin ketma-ket yengolmasam, chempionat o'tkazgan bo'laman. Chempionat agent olib, mana buni tushirib olishinglar mumkin jigarlar. Endi o'shan ham tushmasanglar, mana bu yoqda bitta sariq futbolchi beradi sizlarga jigarlar. Sariq futbolchini olganlaridan keyin transferlarga ham asta-asta oq futbolchilar kelib boshlaydi jigarlar. Buni biz olamiz. Arzon futbolchi kerak. Bu deylar jigarlar. Shunaqa full qilsa bo'ladi jigarlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Obuna bilan like, podpishka tugmasini bosib qo'ysangiz jigarlar, obuna bilan like hammalardan kutaman jigarlar. Tekin bitta bosib keting jigar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Dilingiz haqida qanday video chiqarishim kommentariyada yozib qoldirsalaring. Keyingi videoda shunaqa video chiqarishga harakat qilaman. Hammalarga omad, addushi, podpishka kutaman jigarlar.